Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan ikkinchi semestr 10-mavzuyimiz bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning iqtisodiy roli mavzusi bo'yicha dars mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Mavzuyimizni quyidagi rejalarga bo'lib olamiz. Davlatning milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli haqidagi nazariya va qarashlar, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va vazifalari hamda davlatning iqtisodiyotga ta'sir qilish usullari va vositalari. Davlatning milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli haqida hozirgi kungacha ikki xil umumiy nazariyalar mavjud. Bu yerda Adam Smit nazariyasi bo'yicha davlat iqtisodiyotga aralashuvini inkor qiladi, iqtisodiyotni bozor mexanizmlari tartibga solishini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni bu yerda asosiy ko'rinmas qo'l nazariyasini yaratgan Adam Smit davlat iqtisodiyotga deyarli aralashmasligi kerak degan nazariyani ilgari sursa, Jon Moynard Keynes o'zining nazariyasida faqat bozor mexanizmlari bilan iqtisodiyotni tartibga solib bo'lmasligini tushuntiradi va bu yerda iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli, o'rni va vositalarini asoslab keltiradi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish bu jamiyat a'zolarining ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirish uchun cheklangan ishlab chiqarish resurslaridan yanada samarali foydalanishni ta'minlovchi, umumiy iqtisodiy muvozanatga erishishga yo'naltirilgan, ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha davlatning faoliyati hisoblanadi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, mavjud tuzumni mamlakat ichida va xalqaro maydonda mustahkamlash va uni o'zgarib turuvchi sharoitga moslashtirish hisoblanadi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishdagi asosiy vazifalar bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlikni tartibga solish, tarmoq va mintaqaviy tuzilmalardagi ijobiy siljishlarni qo'llab-quvvatlash, eksportni himoya qilish, atrof muhit holatini yaxshilash, bozor tizimining samarali amal qilishiga imkon tug'diruvchi yuridik, huquqiy asos va ijtimoiy muhitni ta'minlash, daromad va boylikni qayta taqsimlash, ijtimoiy muhitni ta'minlash va daromadlar tengsizligini kamaytirish vazifasi hisoblanadi. Bilamizki, bozor iqtisodiyoti sharoitida tabaqalanish yuzaga kelishi, aholining ma'lum bir qatlamlari daromad manbalaridan daromad manbalari kam bo'lib qolishi yoki ayrim aholi qatlamlarining daromadlari oshib ketishi bu o'z navbatida taqchillik, tabaqalanishni yuzaga keltirib qo'yishi mumkin va bu davlatning bozor iqtisodiyotidagi iqtisodiyotga aralashuv, ya'ni davlat tomonidan tartibga solishni asosiy vazifasi bu aholining ijtimoiy qatlamlarini himoya qilish, iqtisodiy jihatdan ularni rag'batlantirish, ularga turli xil moliyaviy resurslar, turli xil nafaqalar, ijtimoiy yordamlar va moddiy to'lovlar bilan bozor tizimida yashab qolishiga imkon yaratishga qaratilgan bo'ladi. Davlat iqtisodiyotni tartibga solishning bevosita, bilvosita va tashqi iqtisodiy usullar bilan ta'sir qilish usullari mavjud. Bular bevosita ta'sir qilish usullari bu taqiqlash, ruxsat berish va majbur qilish bo'lishi mumkin. Shuningdek, iqtisodiyotning ayrim bo'g'inlari, ya'ni transport, aloqa, atom va energetika, elektr energetikasi, kommunal xizmatlar va boshqa sohalarni bevosita boshqarish, narxlar va ish haqini muzlatib qo'yish siyosati, ish bilan bandlik xizmat faoliyati, mehnat birjalarini tashkil qilish, iqtisodiy sohani tartibga solishni ko'zda tutuvchi qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilish bu bevosita ta'sir qilish usullari hisoblansa, shuningdek, bilvosita ta'sir qilish usullari bo'lishi mumkin. Bular pul kredit siyosati orqali va byudjet soliq siyosati orqali amalga oshirilsa, bunda pul kredit siyosati orqali hisob stavkasini tartibga solish, moliya kredit muassasalarining Markaziy bankdagi zaxiralarini minimal hajmini o'rnatish va o'zgartirish, davlat muassasalarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi operatsiyalarini nazorat qilish, byudjet soliq siyosati orqali byudjet xarajatlarini o'zgartirish va byudjet daromadlarini o'zgartirish orqali, demak, bilvosita ta'sir qilish usullari mavjud ekan. Davlat byudjetining o'sha davlat byudjet soliq siyosatini asosiy, demak, yo'nalishlari sifatida o'sha aytib o'tishimiz mumkin, soliq to'lovchilar zimmasidagi soliq yukini iqtisodiy rivojlanishning darajasida monand holda bosqichma-bosqich kamaytirib borish, soliq qonunchiligini ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni e'tiborga olgan holda takomillashtirib borish, mavjud soliq turlarini qisqartirish va ularni unifikatsiyalash, real sektor korxonalarini, shuningdek, eksportyor korxonalar faoliyatini soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirib turish, davlat byudjet xarajatlarining maqsadli va manzilli sarflanishini ta'minlash, davlat byudjeti ijrosining g'aznachilik tizimini rivojlantirish,
mahalliy byudjetlarni bosqichma-bosqich dotatsiyadan chiqarish va ularning moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilash. Dasturlan dasturlashtirilgan byudjet va byudjet muassasalari xarajatlarini rejalashtirishning yangi mexanizmini, jon boshiga moliyalashtirish tizimini joriy qilish, byudjet taqchilligini yalpi ichki mahsulotga nisbatan miqdorini qisqartirib borish orqali, demak, davlatning byudjet soliq siyosati amalga oshirilishi mumkin ekan. Shuningdek, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning tashqi iqtisodiy usullari, bu usulning asosiy yo'nalishlari tovarlar, xizmatlar, kapital va fan-texnika yutuqlari eksportini rag'batlantirish, chet el investitsiyalari va eksport kreditlari kafolatlash, tashqi iqtisodiy aloqaga cheklashlar kiritish yoki bekor qilish, tashqi savdoda boj to'lovlarini o'zgartirish, mamlakat iqtisodiyotiga chet el kapitalini jalb qilish yoki cheklash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish, mamlakatga chetdan ishchi kuchi jalb qilish, xalqaro iqtisodiy tashkilotlarda va davlatlararo uyushmalarda qatnashish, boshqa ko'rinishlari, asosiy yo'nalishlari bo'lishi mumkin ekan. Endi eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash choralari sifatida, o'sha korxonalarni kreditorlik qarzlarini, restrukturizatsiya qilish va byudjetdan tashqari fondlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va kommunal xizmatlar bo'yicha peniyalarni hisobdan o'chirish, qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarish muddatini qisqartirish, misol uchun 30 kundan 20 kungacha, tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan xorijiy sarmoyali korxonalarda beriladigan soliq imtiyozlari muddatini uzaytirish, bu 2012-yilgacha mavjud bo'lgan. O'z vaqtida valyuta tushumlaridan kelib tushmaganligi uchun jarima choralari hisoblanadigan muddatlarni uzaytirish, ya'ni 30 kundan 60 kungacha bo'lgan muddatlarda. Bular o'z navbatida eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha choralar hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning asosiy yo'nalishlari sifatida davlat tomonidan ochiq eshiklar siyosatini amalga oshirilishi, qulay investitsiya muhitining ham yaratib berilishi, imtiyozlar va afzalliklar taqdim etilishi, ularning tizimli ravishda amalga oshirilishi, turli xil preferensiyalar va ijtimoiy yordamlar taqdim etilishi ham aynan xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishiga yordam berishi mumkin ekan. Investitsiya muhitiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida siyosiy va makroiqtisodiy barqarorlik, investorlar huquqlarining kafolatlanishi, xalqaro standartlarga javob beradigan moliya hisob tizimini amalga oshirilishi, ishlab chiqarish uchun zarur infratuzilmalarning mavjud bo'lishi, xom ashyo bazasi va undan foydalanish imkoniyatining mavjudligi, malakali ishchi kuchining mavjudligi, ular uchun institutlar, kollej, ta'lim muassasalari va boshqa infratuzilmalarning mavjudligi, iste'molchi bozorlariga nisbatan qulay geografik joylashuv va optimal transport koridorlarining mavjudligi, investorlarga beriladigan soliq va bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyoz va afzalliklarni investitsiya muhitiga ijobiy ta'sir qiluvchi omillar sifatida qayd etishimiz mumkin. Shuningdek, investitsion muhitga salbiy ta'sir qiluvchi omillar ham mavjud. Bular investorlar uchun yaratilgan imtiyoz va afzalliklardan foydalanishdagi to'siqlar, soliq, bojxona, bank sohalaridagi, shuningdek, investorlarga yer ajratish bilan bog'liq muammo va to'siqlar, tadbirkorlik subyektlari, moliya xo'jalik faoliyatini nazorat qiluvchi organlar tomonidan tekshiruvlarning ko'pligi, mavjud infratuzilmalardan foydalanishdagi muammo, elektr energiyasidan, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik manbalari, kanalizatsiya va boshqa infratuzilmalardagi foydalanishdagi muammolar, hududdagi ayrim investorlarga yaratilgan sharoitlar va ularga bo'lgan munosabat, mahalliy hokimliklar tomonidan u yoki bu masalalarni hal etishga oid qarorlarni tezkorlik bilan qabul qilinmasligi, byurokratik to'siqlarning mavjudligi bu aynan investitsion muhitga ta'sir qiluvchi salbiy omillar sifatida qayd etilishi mumkin. Investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish qonunchilik bo'yicha O'zbekiston Respublikasida o'sha xorijiy investitsiyalarni jalb etish sohasidagi asosiy me'yoriy hujjatlar sifatida xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonun, investitsion faoliyat to'g'risidagi qonun, xorijiy investorlar huquqlarini kafolatlari va himoya choralari to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlar, farmonlar, farmoyishlar va boshqa turli xil qonunosti va me'yoriy hujjatlar bu o'sha investitsiyalarni rag'batlantirish va ularni himoya qilish bo'yicha qonunchilik tarkibiga kirsa, so'nggi yillarda mamlakatimizda aynan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, chet eldan tadbirkorlarni mamlakatimizga kirib kelishiga imkoniyat yaratib berish uchun tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, investitsion forumlar, xalqaro forumlar doimiy ravishda o'tkazib borilyapti va mamlakatimiz rahbari tomonidan xorijiy investorlar uchun
qulay investitsion muhit yaratish bo'yicha barcha tegishli davlat tashkiloti, davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga topshiriqlar berilgan va aynan davlat markazlashgan tartibda investitsiya uchun, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun qulay muhit yaratish bo'yicha mamlakatda umumiy siyosat olib borilmoqda. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu mavzu yuzasidan savollaringiz va fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.